mashinang uying bo'lsa, obro' mansabing puling bo'lsa, do'st izlashga sira hojat yo'q. Bu yog'idan bo'lsin ko'ngling to'q. Ularni do'st sanarsan balki, kunlariga yararsan balki. Ular senga yasaydilar to'q. Buni omad ketganida ko'p. Shunda hatto uyingni sotsang, yelkangacha qarzga botsang, yonginangda kim qolar shu pay? Xudo bergan do'st qolar faqat. Chunki uni iymoni bordir, oxiratdan ko'p umid bordir. Qolganini do'st dema sira, 100 tadan bir do'st chiqar jo'ra. Ko'nglingni ham qilmagin xira, 100 tadan bir do'st chiqar jo'ra. Agar sinsang kulguvchilar ko'p, qo'llariga olib olishib cho'p. Kovlamoqqa qotgan yarangni, azoblay deb jonu tanangni. Yaxshi kunda yaqinlaring ko'p, deyishadi nima desang xo'p. Shu dam aytay senga bitta so'z, og'ir kunda bilinadi do'st. Chunki uni iymoni bordir, do'stligi ham haqqi haloldir. Qolganini do'st dema sira, 100 tadan bir do'st chiqar jo'ra. Ko'nglingni ham qilmagin xira, 100 tadan bir do'st chiqar jo'ra. Kam dunyo kami ham shunda, do'st uchramas unutma kunda. Shu gaplardan qilsang xulosa, Xudo bergan do'stingni asra. Chunki uni iymoni bordir, shuning uchun u vafodordir. Qolganini do'st dema sira, 100 tadan bir do'st chiqar jo'ra. Yana o'yla o'zingga qara, 100 tadan bir do'st chiqar jo'ra. Kayfiyatingiz zo'r bo'lsa, o'tirishimiz chiroyli va zo'r bo'ladi. Ana o'shaning uchun 3 qismga bo'lamiz o'tirishimiz. 3 qism. Birinchi qism mana bu yerda o'tganlarimizda men o'qigan vaqtimda hammalaring ko'z oldinglaringdan o'tkazasizlar o'sha qizimizda yoki bizning yigitimiz. Men o'sha odamlarni deb gapirib hali o'sha o'zimizning yoshlikda qilib gaplashamiz. O'zimiz yoshligimizda qanday bo'lgan bo'lsa, beg'ubor shunaqa bir yoshligimiz bo'lgan bo'lsa, xuddi o'shanda o'zimizni his qilib o'tiramiz. Shunaqa gaplashamiz. Bunaqa haligi nima deydi? Bari boshqa bir narsadan kerak emas.
Fakat o'zimiz haqimizda gaplashamiz. Nasihat ham kerak emas. Shu o'tirgan ahlarga yana kimlarnidir balkim sizlar bilasizlar-yu, bu yerda ro'yxatda Bilmagan bo'lishimiz ham mumkin. Ha? Biz bilmagan ham bo'lishimiz mumkin. Bu yerda Qorajon ro'yxatni tahlil qilib, bu bilgilarimiz o'tirishi mumkin. Araga bitta kitob bilmaganimiz ketganlar bo'ldi. To'g'rimi? Agar xayollaringiz kelsa, aytasizlar ro'yxatga tushadi. Birinchi qism mana shunday iborat bo'ladi. Hozir o'tganlarga bir tilovat qilamiz. Chiroyli tilovatlar qilamiz. Mana undan keyin ikkinchi qism biz Orajon bilan Shohruh bilan bir masalalar kelishganmiz. Bir taqdimot marosimi bor. Uni o'tkazamiz. Uchinchi qism hammamiz o'ynaymiz. To'g'ri qilamiz. O'shanda bir janjal qilib, tegi kalta bo'lsa nima kelgan bo'ladi? Bizda qolmasa. Ana, bizda qolmasa. Mana o'shaning uchun mana o'tganlarda Alloh rahmat qilsin, ishqilib mana shunday bir kunlarga ularni orqasida bizam qolib, mana bizam Xudo shunday bir sabablarga ko'ra uchrashtirib qo'yibdi. Har yili bir marta bu hammamiz uchun, oilamiz uchun, o'zimizni kelajaklarga, bundan keyingi hayotlarimiz uchun ham bu juda katta zamin. Hozir men sizlarni ko'rib, ularni yoshligida yosharib ketdim demoqchi. O'shaning uchun bugungi o'tirishimiz juda chiroyli, go'zal o'tadi. Xudo xohlasa nimamiz bor, niyatimiz bor. Mana shu men hozir bitta o'qigan vaqtimda hayolingizdan o'tkazib yuboring o'sha yigitlarimizni, o'sha qizlarimizni. Dilbar kelish kerak ekan, kim bo'lish kerak? Dilbar. Janob shunaqa bir yigit. Kamtari. Endi o'yinlari ko'z oldidan ketmaydi. Jo'rayeva Musallamni bilasizlar. Bizning Azamatjonni bilasizlar. Mana shu Astanovka yaratib ketgan. Bundan bitta yaratib ketgan. Timur Davudxon. Davudxon ham bo'lgan. Qachon? Obid Bahodir. Shurasida. Namanganlik. Namozim Abdurazzoq. Yerdan shahar. Bilasizmi hadisni? Sanki tiyashim kerak dedi. Abdullayeva Kuzayna. Здоровый, да? Ладненько. Hasan Abdurrauf. Abdulaziz ve Sakinaxon. Mirzaliyev Ergashboy. Ergash aka. Nazarov Qodir aka. Ayetib Qodir. Aytbay Qodir. Yo'q o'tibdi. Satibov Nurmat. İsmail Olim. Kim? Yurtaşev Amjan. Xorazm. Rahim Komil. Yaqinda o'tdi. O'tgan o'tirishimizda qatnashdik. Abdurahmonov Islom.
raislar bekiyor. Herkes kalıp gidip bizimle birlikte kızıyorlar. Abdullayev Lisan Mustafa. Usta? Allah hayır. Muhammed. Nur Muhammed. Nur Muhammed? Kasım Nur Muhammed. Abdullah degan baba sizlarga aytadimi? Yo'q, Samarqandda. Samarqandda. Qo'yalaman, shu yerdan oldim. Chelak nima deb qo'yalaman? Abdurahim bir yoldaş. Abdurrahim Rustam. Rustam'a mı gittin? Oradan teşkilat bir koşma gruplarından arkadaş grubu var. Ha? Bir koşma grupları. Ondan sonra Bozar var. Rabi'den Aybullah Big Brother. Mumiyani Toshmurod. Chekka. Muhiddin nima Bodan. Nuraliyev Xolmurod. Abdulguliyev Rahmonquli. Toshpo'lat Nurmuhammad. Nurmuhammad. Nazrullah. Haydaraliyev Ikrom. Uyumuş gitti. İlya Nazarova. Turdumsu. Yasin Joseph Mumincan. Şu Bana kitapta işledi. Burada hamlasını. Çıkıp rahmetli Müslümanlarda. Yine çıkıp orada da burası anlayla. Ona şu oturuşumuzda bana bakıyor mu? Size bakıyor siz. Yana bakıyor. Yana bakıyor. Bizim işimizde ana oldu bir bakıyor. Yok şikayete hoca. İslam. Hakem hoca. Şimdi İslam'la sahip koyup durup hani uzun yaktıya kesirsin. İslam'la kadar yok. Ne bir şey yok. Ama zaman ne uzayı başka edildi. Çünkü bütün telavat kılas ederiz. Bütün telavat kılas ederiz. Kedi iki çıksın diyor. Olur.
غير إذ وسر وقد ذكر ربك ماذا قال وربك لا تحرك من الأولى ولسوف يأتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوفى ووجدك ضعفا فهدى ووجدك ضعيفا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السيد فلا تنهر فأما بنعمة ربك فقد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلواتكم وصلواتكم mükemmel joy cennettir. Allah'ın müstakil olur. Taşlı projede Allah'a yollar buna anasını atılmak. Allah Yollar Aleyküm Esselam Allah Anamın projede örtmez bu tarafımızdan örtmez. Nakat sebabı mıyız da? Nakat sebabından kirin, nakat birey bulmasın. Kızım, şu nakat sebabı, şu nakat sebabı için bekliyorum. Nakat sebabı şey yapma iyiydi. Şu nakat sebabı bekliyorum. Şimdi içtiğinde ana şu taşıyıcı konuşuda bayağı ettim ki bu aşıda sabahçılarda ettim. Ana bundan doğru etkizişte her deklarasyon her deklarasyon kırık farklı ve tapınması kırıklarımızda başkalarından sonra buraya ödüyorsunuz ama bir an böyle sağ olun. Karşı bölümümüzde başımızda çalışırken arkadaşlar kırık okur kırıklar oranı. Ana özel şey oranı gel ne olacak? Çocuğa Halo, saya tinggal. Kita senang. Ya, ya. Kita senang tu dari kan? Kita senang tu dari kan? Mana sih? Kita parti kita rumah. Itu dia. Kita dari kan? Oraya zor olsun, Allah size razı olsun. Hakimni qo'ldan kelmaydi. Mana yana bitta nimasi bor. Davomi bor. Nimaga borganimizda, Surxondaryoga borganimizda mana o'shaniki. Hammamizda bor. Qanday yozib ana endi Elimizda. ana endi Endi bu nechi yil istalmasida turadi. Istalib Endi bitta gapda qanday nechi bu haligi Angliyani qirolichasi bo'lgan Diana. Bu bechora butun mana shu kambag'allarga, yetimlarga shunaqa haligi homiylik qilib turib, eshitding gapni. Ana o'sha Dianani jurnalistlar savol bergan vaqtida sizni navoda uyingiz yonsa, pajar bo'lsa, nimani olib chiqasiz dedi. Nasa brilliant ko'milgan ayollar. Menga hech narsa kerak emas. Keyin men rasmlarni olib chiqaman. Rasmda gapiradi. Bu gapiradi. Shuning uchun Oroljonga biz minnatdormiz. Mana shu narsani men sizlarni nomlaringdan shuni qildim. Baraka topsin. Mana shu
mana shu xotin qizlarimiz ichida men aytaman Sardori deymanda. Sardori. Bironta joyda asishga bo'lmasa, telefonda gaplashdik. Bir necha marta aytdilarki, "Ma'lumlar boraman. Mana shu nimani birinchi mayda men yil 12 oy kutib yashayman." Bu gapda hamma ham aytavermaydi. Mana chaqasi, boshqasi, o'zi nabirasilardan avvalo bo'lib ketadi. Bu faqat Buxorodan chiqadi bunaqa. Bittalar. Jumchasi Buxoro. Esportdan zo'r bo'ldi. O'shancha bu kishiga men bir senli padarga savdo nima qildim. O'zi buni ichida nima bor? Ichida bor, nima bor ichida? Buni ichida. Buni ichida nima bor? O'zi kiyintiraman sizni. Mana kiyintirdik. Mana qizlarni kiyintirdik. Mana shu forma. Mana shu forma. Mana ko'ringlar. Ko'ringlar. Двойка. Topilmaz, bitmez, tükenmez. O'zingizmi axir? O'zingizmi aniq? O'zi. Mana buni kiyasiz. Mana buni kiyasiz. $500. Bitsin. To'ppa-to'g'ri. Mana bundan bittasizga beraman. Buyamsiz. Mana islom. O'zlari buni bo'ylari bilan bo'lib qoldi. Mo'llar. Kursdoshlarimizni ishlarga qo'yib qo'yasiz. Это не штука, это бесценно. Дело не в деньгах. Это все, что в моем лице. Если человек работает, что мы работаем, надо говорить, Birinchi turibsiz. А детские балеты? Она уже стульчик помогает. Чтобы столик детский. Kim qoldi? Kelmaganlardan kim? Kelmaganlar. Ha? Adilagina berdi. Samaraqandga berdi. Yana kim qoldi Andijon? Oborib berasizlarmi? Berasizlarmi sizlar? Shunchasi tashqi qiladi, bittagina paket 5 ta qilib yetmaydi. Nima deysiz? Shuncha tashqi qiladi, bitta paket uzatishga qo'limiz yetmaydi. Qanchaga siz berasiz? Bo'ldi, chaqirimni beraman. Hisobni beraman deyapman, men Chaqirim beraman. Ustiga o'tirib olmasinlar.
Nesirga bitta nima qiling? Ha? Nesirga. Nesirga? Kursdoshlarni ko'rdingmi? Ha, ayting, islom. Dunyomizda sog'lig'imiz mustahkam bo'lsin. Allohim barcha yaxshi niyatlarimizni ijobat qilsin. Xushkamsiz. Qizi bir aytib Arabistondan qo'yamsiz. Qolgandan telegram bo'lsin. Buni uyushtirgan birinchi Bahriddin aytdilar, Azamat akaga, O'rolga katta rahmat. Keyin mana shu an'anani davom ettirgan Bahriddin qildik, O'rol. O'ktam, rahmat sizlarga. Bu oson emas, endi ko'p kamchilik bo'lsa ham yig'ildik. Lekin menga ana bu narsa brilliantdan ham, tilladan ham juda ham bebaho. Chunki mana bu partiyaga endi hayotdan dunyoda hech kim ustun emas. Hamma hayotdan ko'z yumadi. Necha yillardan keyin bu shu partiya qolib, mana shunday kursdoshlari bor edi. Samarqandda uchragandilar deb nima qildi. Rahmat emas. O'ktamga o'sha 3-marta Samarqandda nima qildi. Samarqand sayqali ro'yi zaminat Buxoro quvvati Islomiddin asliga. Rahmat ekan shu. Bu bebaho gaplar bekorga aytilmagan. Bizning tepkilarimizdan. Ana Samarqand haqiqatan dunyoda sayqali ekan, shuncha uzoq shu yerda yig'ilib, shu yerni 4 yil nonini yeb, ilmlik bo'lib, kasb egalari bo'lib shunday kunlargacha ming rahmat. Shunday kursdoshlarimni ko'rganimdan men juda ko'zlarimga yosh keladi, chunki rostdan kunlar har kimga qilmagan. Sog' bo'ling. Rahmat. umringiz uzoq bo'lsin. Shu narsani men o'rganishga shu ko'ylakni kiydim. Rahmat sizlarga, rahmat kursdoshlarimga. Aytyapman ko'p. shu kelaman degan odam, boraman degan odam, qatnashaman degan odam hech qanaqangi bir sabab izlamaydi. To'g'rimi? Niyatimizda. Bu kimda bo'ladi? Uyida xotirjamlik bo'lsa, tinchlik bo'lsa, sog'lik bo'lsa, bir go'zal hayot bo'lsa, o'shandagina shu narsa tabiiy kela oladi. Ko'plari kelmayapti, qatnashamayapti. Biz bu majburiy emas. Mana shunday kelishni o'zi, mana xotin qizlarimizda ham, mana yigitlarda ham ancha mana bu 1000 kilometrdan ziyod yo'l bosib kelgan. Mana shu boraman, o'zlarimdan o'tiraman. Yana ikki respublika. O'zbekiston,
Hava, Biz burada zıttı bakın. bir vekil. Bir vekil. Annesinin neyini alıp indi. Neden kisire köpeden çıkartıp suçum gereksin. Masliyatlı boyun kapıyı Hava. var. Ana o'shaning uchun birinchi savolimiz sizga hozir izoh qilib beradilar. Gap savol berish, javob berasiz. Yok. Ben saval verse ikisi geliş gerekende bir şimdi şan mıydı? Şanla olsun, kim versem savalını? Şanla olsun. Ya buna hazır açsanız ya şöyle. Doğrusu ikisi geliş otur bedel verdiği yeğenim var. Arada aşkından çıkarmışsın. Ana qara, Ben başka dedim. Şimdi kaçan şaşırttılar. Ahır reis ba, mavim ba, ama kerkozlu yerleri satılıp tuttu. Semerkant'tan şimdi devam ediyordu. Hadi ağzına yer yetse, haricinde menetleş paramızdan bir, hadi çeyrek kurup, kendini, pomidor mu, badrin mi, kime, halka yakar onlar sırada. Hasılda, ekemiz desek, bize yerine hakim ol gitti ya, Serdaba. Bizi Serdaba yakınca göresin müstehbet. Yine kaytadan taşıttı. Bizi su yok. Şunu Serdaba yerine o. Ben de yeğeni bile yıkıp gitti. İçerimiz var bir kadar var. Şunun için rahmetli dostum, şu reisçiliği, bana büyüğü, beni mükafatla, beni isteşle, itibar, bu. Ben alıp aracıma gitmiş, öyle dedim, size bir zam olup, sizlerden bir çeyrek bir yapayım da tutmaz zam gibi. Hava. Merhallarım este, o... Ama, este, vallahi çakır bana, yanımızda yememedir, este. Havada suyu kavaklığından alıp gider, kurmazsan alıp gider. Şimdi hemen seherde, şimdi bu Harbigan çağrımızda bir 74 yaşta milleti gelip bir dasturkan etrafında yayınlanıp birbirini tebrikler oturuş bu Allah'ın nimeti. Allah'ıma biliyorum ben de sana layıkım. Çünkü bu gözünüzden bulmayın. Bunun için insaniyetçilik gerek. Vicdan gerek. Dostlar için meyil muhabbet gerek. Okulda akanlı âli nimette varsanız hazır yürüdüğü sikinin bitirenen kamalı oturdu. Çünkü bir kere koçunu kurdu o. Bu pomidorla mal almadı, başka yaptırmadı. Lan şimdi. Demek bize savda adamı her yerde savda yer oldu. Bu kanun vaktinin de almak yapıyor. Kervangelerle kalk bayi, kanun doğyadı. Kervan giderdi, bunu böyle masrafına yapmakta. Yine bize alır bunu online şeklinde yürütün. Zekimlere online gerekemez. İş üzerinde gelip, üzerinde çeklerini yürütüp, millet topluluğuna her şey olan bir çek, her şey boğumuz var. Bizlerin burada biz alıp, neyine karşı bizlerin bir umre ziyaretlerine borçlar. Nasıl? Usta Şahin'in ne yemez? Cumhur'a var geldiğinde çakırsak, yine bir nevere çevrilen toy çakırsak, hep bir yer gidelim. Niyetli kalırsınız Allah'ın yakında çok beraber. Şu çuvaklarını almayı... Reglamент var mı yok? Yok, reglamент yok eken. Yok, reglamент yok eken. Çünkü yine hazır suyu kokatkeninde reglamент şundan başladı. Hazır şunun için yakın işte hemen de kulak kurralarınızı kettiremenler çünkü avukatlık tutturuverin. Ama şimdi böyle kamıcanı her vaktinden bana sınırlardan yaptığım doyuyorlar. Avukattan tanına başlıyor. Rahmet. Rahmat. böyle. Ben savunacağım diyor musun? Yok, Sınıftaki dersteki temadın yok, Newton'dan hesap bu muydum? Yok, ahir Pifagor bize de vamayla bir diye baktığımızda. Bize çünkü rahmetli Nurhan'ın Çin'e yürü oturaydı inşallah. İnşallah yetişi öder. Bu devlet öğretimi taşıyor. Sonra. Rahmet. Hava. Yine ver gibi. Yine ver gibi. Yok. Sultandere'ye varganda havarımız olsa ben B'ye yazıp gitken hemen ağır. Bitti. Aynen. Aytarsın abi yemin Senin Batıra gelen uzattık. Hemen uzattık. Ki mevzum var bir yamallara ettim mi? Sakinen açacaklarından rahmetli. İş oturuşmada Rabbim memnun oynamadı der gelip oturuşmadı. Şöyle. Oturuşlardan bögen
suhbatlardan Qizlarga qo'yib bu tarafga sizga qolgan sizlarni eslaylik. Mana shu hammamiz o'tirgan suhbat bilan mana shu yil oldin aytgan gapimni mana aytaymi? Rayhon, bu yil oldin shuni aytgan gapimni mana aytaymi? Ana shu hozir shu mana Sakinaxon dedingiz, boshqa narsa dedingiz-ku. Shu o'tirishdagi bilan suhbatlarni bir eslaylik. Ben yine maktabdan dersleri cevap veremem. Yayını mektep hem Evet. Maktepte burada bize cevap veremezler. Maktepte burada Anam bu kanalda okuranım aç Türkmenli. Bir fakülteye nasıl oldu? Karbitler kvadratının yığıntısı. Fermirlere gerek yok. Bize sağda yere gerekmedi. Şu sokka düştü mü ağaçlar? Şunu öyle doğru erken yapılmasına gereken mi? Hangisini esnebilirsin ama? Savdoga ishlab, hamma temani savdosini qildim. Lekin qolmadi, biron bir sohasi qolmadi. Hamma narsani sotdim, faqat shu odam savdosiga aralashganim yo'q deb o'yin o'ynadi. Yengelikte emini nerede çeker aslında? Her esimde. Ana ko'rsatdim. Maniyam nesin? Sevde işlerin başka iş. Lekin adam savdasıga aralashganim yok. Savda gelmem lekin baktım. Buna kılış mümkün et. Jo'ramizning gapiga qilgan e'tiboringizni quloqlab, mana shu 10 yil oldin aytgan gaplarimni mana qaytaryapmiz. Mana Sakinaxon dedilar, Sakinaxondan bitta gap chiqdi. Shu gapni qani kim eslab biladi? Ana, rahmat, Xudoyim rahmat bo'lgan bo'lsa. Bu yatırdılecek. Bu yabancı şöyle görsem, şu güzelimiz ki, menimden dökerse şu oynanan. Batıracıya gittiğinden ki yine. Ha, Sakinaxonni gapi shunday bo'ldi, ko'rdilar. Mayli, Xudo rahmat qilganmiz, shu kun eslaganim ma'qul-da, to'g'rimi? Şu bana bir tek taklif kırtık gördüler. Benim için taşımış Samarkand'a bir vaqtiga. Bu diyeceğim ancha odam bo'ldi. Rahmatjon bo'ldi, Madamin bo'ldi, nima bo'ldi, Farhodjon bo'ldi. Ko'pchiliklar erishaka bo'ldi. O'shanda o'shalarga shu o'tirishni vodiydan boshlaymiz. Desalar vodiylar hammasi dam turdi. Shunga Sakinaxon joyidan turdi, vodiylikni erkagi man dedi. Doğru. Hakikaten Shuni eslab bilasizmi shuni? Ama yok. Hammalarini matlaqatlaman dedi. Sakine shunday. Vodiyga qo'soyga masalan hammalasi taklif qilaman dedi. Vodiylikni erkagi man dedi. O'sha shuncha erkaklar o'tirgan vaqtida Xudo rahmatini olsin shu fikrni aytdi. Eskiga esimda. Eskiga bu mana Şakırdı bu ortaya. Allah Teala şu insanlık bakaraktan ben şöyle patrekenimize Hiç problem. Endi kechirsalar dasturchani yaxshi bilmayman. Aynen. Bilasizlar. Ne? Qilaringiz. Men qatnashgan edim, endi bittasini eshitsam, bittasini eshitmaganman. Shunaqa bo'lib qatnashmagan. Keyin bultur Samarqandga 2003-yil kelganlaringizga endi bolamdan o'tib qoldi. Shu nima 20 kun bo'lgan edi, shunga qatnashdim. Kelolmadimda, bo'lmasa kelardim. Birinchi uchrashganimizga kelgan edim, 40 yillik kelgan edim. Hammalaringizni ana endi tabriklayman. Shu uchrashuvlar ko'p bo'lsin. Ana umringiz endi Alloh bergan umrga qarab o'tiramiz. Kim oldin kim nima umringiz qancha bo'lsa, qancha nima bo'lsa ham uchrashga agar Xudo nasib qilsa hammamiz uchrashamiz. Shu endi hammalaringizni endi rahmat sizlarga taklif qildingizlar, mana keldik, ko'rdik, hammani 53 yil o'tdik bitirganimizga. Shu 53 yil ichida qancha yangiliklar bo'ldi, hamma nevaralik bo'lib ketdi, o'g'il qizlar katta bo'lgan, kelin tushirgan, hammamiz ham shunaqa. Shular ko'payib ketsin. Hamma shu uydagi bolalarga, nevaralarga ham, chevaralarga ham bosh bo'lib yuraylik hammamiz. Rahmat sizlarga, kelinglar yana uchrashamiz Samarqandda. Samarqand endi sizlarni
endi birinchi ko'rgan joylaringiz. Rahmat. Shu nimada endi o'ylaringiz birinchi bo'lsa, bu yer ikkinchi o'yingiz bo'lib qolganda sizlar hammalaringizga. Rahmat sizlarga. Hammalar. Uchrashamiz. Hammamizdan Sizni ko'rganimdan sayraydi bag'rim. Ming bor shukr qilaman sizlar yonimda. Parvardigor rahmat qilsin o'tgan do'stlarga. Davay. Mengen bana koçun kemikleri başlıkta mı şey Yenge, hangi şey ana shu to'g'rishan ana shu ko'rgazman tashyapman berib o'tganlarga tashlab o'tganlarga tashladi. Qilmadi, ertaqlamadi, degan qilamadi. Yine taze giyin giydirey, yine kırsak ha. Müslüman'a taşandı. Şunu bakıyla kare kokaklı diyelim. Mesela Mans'ta taşandı. Mans'ta taşandı. qarang. Bola oldi o'tib ketib qoldi. Do'stimiz endi mana shu ichimizda qanday desam bo'lar ekan. Kam qanday chekkan bo'lsa ham har zamonda barvaqt qilsa hamki keladi. Baribir keladi. Hozir bir taklifim bor bunda. Menga juda qattiq tayyorlagan. Menga so'z berasizmi? Shu Nurataga kesalar uyinga. Nuratada ziyorat qiladigan joy bor. Bor. Oti nima edi? Chashma. Bu yerga ataylab odamlar gezib Qirg'iziston kemaysizlar. Bayramlar qo'ldan qo'ygan. Sizlar kemaysizlar. Yo'q mu yaşayız? Kezalaring dedi. Bir reja qilgan, o'zimga aytdi, mana borsa bir kunga boramiz. 2 kunga bormayapti. Bu katta rejani yana gap, 3 kun 4 kun yurish kerak. Bu yoq rejasi. Yo'q. O'zingiz qanashasiz, o'zingiz taklif qilasiz. Mana Islomjon sizga marhamat. Ayol sürmeyin, uyanmay, o'sha Hoş geldinizler. Güzel bir nokta. Bundan 7 yıl evvel Orta Asya'da yagona olmuş Salah'ın kabinetinin üstüne biz güç benim bilen kirgen yigitler bana bugün 75-80 yaşlı olup bir işe farzan, nabire çevirdiler, babalar olmuş. Kırstaşlar yanı toprağı. Hammalarına sağlık, salomatlik, müstakim tinchlik, shirin hayot Allohdan so'rayman. Bundan keyin shu Rata chashmasini agar ko'rmoqchi bo'lsanlar, ziyorat qilmoqchi bo'lsanlar, Ratada bitamiz. Barchalarning sog'lik, salomatlik bo'lsin, doim yaxshi kunlarda, xursandchilik kunlarda turishlik. rahmat. Gapirdi, hammasini qo'shilamiz. Ba'zini to'g'ri aytyapti. Shuni ham biladilar. Bu uydan mustakil. Ha? Bu uydan mustakil. Mustakil turismdan 3-tadagi auditoriyada bir paytda o'tirganimizda 57 do'st. Birinchi davr 57 bo'ladi. Yaxshi qattiq chiqadi. Shu 68-yil to'lgan bola 57 yoshda qarab o'qishga kirib tanishganimizda shuncha vaqt o'tdi. Allohning marhamati bizga. Ana yani bu bunlar aytgandek Samarqand biz uchun juda qadrli, juda ham qadrli joy. Jahon tanilayotgan Samarqand turistlar markazi. İkinci paytaxt bo'lib qoldi. Bizga bundan ham baland ko'tariladi. Har ikkita mehmonsiz bilan o'tib Samarqandga boradi. Shunday bir qanov joyda bu. Shunday joylarda shuncha odamlarni tanishganimda ta'zim qilaman. Xursandman.
Ana shu yerda o'qib borib, oilamizni boqib, yaxshi odamlar bizlar havas qiladida ozimizni yetaylik. Qonuncha narsani qilib olib. Endi hozir hamma narsa yo'q. Mustaqil bo'lgandan keyin yuzaga chiqdi. Ilgarilari ko'p odamlar narsani to'plashga boradi. To'g'rimi? Hozir bit mojid degash, buzuq bo'ladi. Может быть может. Ha. Bu sum 20 turadi. Bozorda 5 so'm. Lekin anqoni o'rnida topilmaydi. Xudoga bizlar moshinamizning badachaliklari. Rost? Shuni Xudoning qilyapti bu. Shuning uchun bu amallarga hech narsa uchun qilmaslik. Mana yaqinda bitta shuni qo'shgan sizlarni ko'rsataman. Haqiqiy ta'lim ko'rsatadi. Maktabda o'qigan sinfdoshlarimni aytadiki, bunday o'tirishlarga yetganlar yetmaganlar. Shuning uchun deydi, hech ikkilanmay boring deydi. Hech ikkilanmay. Chek bundan boring. Chek bundan qatnashing. Buni deydi Xudoning qilyapti sizning Xudo unda mana 50 bo'lgan bo'lsa, 60 yilda uchrash nasib qilsin. 70 yilda ham 100 ko'rishib, ular ko'zini tushib, didor ko'rish nasib qilsin. Rahmat. Dostum. Arasın rezil sözün ya. Toshkentda planirovочный iloji bo'lishi xatorimizdan kamaymaylik. Hammamiz ham bola-chaqamizni bo'shga sog' salomat bo'laylik. Hammamizni ulug' niyatlarimiz bor, Xudoning o'sha murodlarimizni hosil qilsin. Ana bundan buyog'iga endi ish ishlaymiz, lekin hammasi o'sha qo'shganimiz bilan qo'shaqarib hammamiz o'zimizlar bilan farzandlarimizni to'ylarini boshqa bosh bo'lib yursa agar shu bizga katta davlat. Ana. Shuning uchun ularga Xudo yetkazsin. Buxoroga kelinglar. Hammalaringiz. Rahmat. Kutamiz. Rahmat sizni boka, u kishi mendan o'g'lobdilar. Meni zemlashganimiz ham yo'q, meni zemlashgan deydi. Xorazmdan maktabdagi salom o'rtada bo'ladi. To'g'ri. Bir-biringizga tashlamang. Ajoyib bo'ldi. Hammasi oliy ne'mat. Bu kishi bizlar taktik odam. Bu kishi strategik odam. Bilasizmi shunchaligini? Bizlar mana hozir bitta taktik olamiz, shu bitta ishni bajaramiz. Toshkentga amaliyotga girdi. Keyinni o'ylab chiqaradi. Sizga to'ylarni bejizga bermabman. Endi mana aqlash kerak. Aqlash kerak. Hammalarga Xudo bersin. Hammalar qanchalar sog' salomat bo'lsin. Hammalar farzandlaringiz, zurriyotlaringiz to'ylarini boshqa yuringlar. Amin. Xursandchilikda ushlashib turaylik. Katta rahmat. 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 Xorazm Buxoro. Shu yuragiga kiriyor. Yo'q, endi o'tolmayman, o'tiribdilar. Bunaqangi insonlar dunyoga kam keladi. Ha. Ana shu insonga o'xshagan yana bitta insonni aytay, to'g'rimi? Shu Anvar. Anvarning ko'nglida shunchaligan g'ubor yo'q. Bu bunaqangi kam bo'ladi. Sizlar ham juda qattiq. So'qir. Masharqqa qo'yib qo'yilgan bitta to'yib chizdirmani bersa, Anvar tuz o'ynardi. Qani endi. Sakina'nın elinde şu içimiz var. Bilemem şuna var. Sakina var, Enver var. İşte var, Lezgi'de de var, aynısını burada var. Allah'a şükür. Şimdi bu isteşen ülketten nimet. Ben bu ister. Hemen ferzentim olmam neden istemiyor olmam. Bizani kurslaşani ister. Bizga bu o'qiy bo'lib qoldi. Murojaatlar qatnashdilar.
o'sha kuni biza janozaga bordik. Janozaga borganimizdan keyin malakani qizdan keyin qaytib keldik. Keyin Alloh bilan Azamat akam bizaga ziyofat berdilar. Anvar ham bordi-ku. Anvar shu dorni ichirdi, kayf hoş bo'ldi. Endi menga bitta yaxshi zikr qilay dedi-da. Metrovka qavunlar bo'ladi-ku, Bizada Xorazm gilovusi deydi. o'sha shunaqa Xorazm gilovi, qalamga uzun. Suriyada kiyetmaydi. qarang mana shu narsalar Xudoyim rahmat qilsin, hammani holini yaxshi ko'ramiz. Şu her bir mesele teyide aytadık abi. Zaminde yakşı ildiz bolsa, bir Gürçeli'den onu kurtaman derler ki, kuruk beri. Ben doktor emesmem, başka emesmem. Ben yakşı niyetim istekimde. Çakır. Çünkü 68'den bana rahmet değilim, elimden sinek görelim. Bunda bir terazi var bir tonlalık. Çünkü girsem, buna mı ölçedim? Baktım ya, dur dedim, maddiyo şunu köpüydüm, bunu ölçedim. Bunu yürüzüp bunu bir verelim. Ben de çöpseyiz ama. Çünkü bu ağırlıklar ne verelim? Onun zihinlerine ne yakışmayız. Ben işin tepene zendeyemem. Kapazıları şunu bu. Ay yürek. Ne bize taş içeceğim şimdi böyle mi? Bir öyle lan. Karasak yağımızda vermez taş içecek şurada olmaz. Rahmetli Kenan Şunur İslam karşılığında 400 yardımda oldu. Başka da adam düşerse bir şey. Bir sene eriştirdim o çocuklar. Aile bana şu makası hayalimiz, yaxşı davranış olursun. Farzandlardı, nevaralardı, ahvalda böyleydi. Bu da çıkmışızga sorulmasın. Yaxşı kunlarda mana shu yaxshi nimalarda diydor ko'rish nasib bo'lsin. Nikalarimiz Andamiz hammamiz bir turmush ketamiz, bizlar ham endi kanaldan kirib ketmaydi. Hammamizni ishga qo'limizni bersin. Sog'lik, sog'lik, diydor ko'rish nasib bo'lsin. So'q bo'lsa kiyaymiz, kiyamiz mana shu vaqtdan telefon bo'lsa, sharoit bo'lsa, sovuq bo'lsa, so'qda o'ynab zirkada chiqadi bari. Ana mening bugun motivatsiya berdilar. Uyda bormayman deb turdim, xonalarni qo'ymadi. Ayol tilla qo'nganmisiz, men chiqmaysiz, chiqqanga keyin mana ikki qizim olib kelib yashaydi. Xursand bo'ldim mana shu joyda. Ancha kamayishib keldi. Ancha odam bor edi. So'ziga shukur sog'lik. Boriga baraka. Yaxshilik ko'rishib. Rahmat. Ana qo'shaloq qilib shetdan. Alijon. So'z sizga. Ataganingiz bo'lsa o'shani gapiring. Mana shu 68-kurashga kelganman. Old qismına kelib bizlar arasida ko'chasi bor ekan, shu yerga tushgandan keyin bitta bola bu kirib yig'layapti. Bu kirib yig'lagandan keyin hamma pastaga bordim. Mani kutib olish kerak edi, hech kim yo'q. Men qayerga boraman? Avtobus nima? Avtobus yo'q, ko'zda mashinada keldim. Taksiga birinchi ishla ujatdik. Keyin keldim, bir kishini tanib, akamning oshda birinchi oshda, savdoning birinchi oshda ekan. Akam lavaşını koydu, akam yoğ ekan. Shuni bittasini ko'rishsam, u akam emas ekan. Mana shuni ukasi bo'laman dedim. Ana karavotga yotdi, shu karavotga yotdi. Ammo men nima emas. Boya aytmoqchi.
Oyağı bala yıkılagandan ikkitasi bir pasdan kuchaqlab ko'tarib ketdi oyoq bola. İkisidan 5 pulim bor. Bir kuniga bitta lagman oldim meni. Bular oltita ovqatlarni birinchi hafta qayerda dedi. Ovqat o'tirdim 13 hafta bo'ldi. 13 hafta bo'ldi. Keyin maqsad bilan ularga aytolmayapman. Mana xuddi shunaqa edi. Shu birinchi hafta boshib kiradi. Boya studentlarga yürüyüm o kadar desem eski piyasa. Abi bilmem kere kaçtı. Sirkozda tavşıramadık diyelim. Halbuki yoktan adam ayıttı. Çıkardım rambuladı. Tabratın enska kirge. Baş keseyim şundaki tavşırlarsan tavşırma senin tavşırlarsan dedi. Akabinde bir okudu vardı. Tabratın enska bunlarladı. Meşkiler. Представление yok. Çünkü yok. Представление yok sizde. Hangi yavaşça bana bir şey Ama şimdi dışarıda bir kişiye 13 para tavşırdı. Dakika tavşırdı. Bir tane hem bazı biraz. Ammasına gitmiyor ama bebekler. Şöyle tavşır şöyle kelinde. Bana şu üstü bitirip, bana şu yaşlı işler, kışlar, başka bir aşağı kılıp. Şurada bana dostlardan, yani misal için bitti günü. Bana para diyen mesela, yani şunu işte kırmanede kimler bu işte balar mı? Yani öyle bilmeyiz, tanımaz. Şunu tanıştırıp, size abiye, ışıklı, bunlara gül yoruldu, bir gösterdim. Yahan kaçta oldu. Sizin haklagan joyiga bordi. Orolni bazasiga qo'shilib qoldi-da, orolni keyin bilan qo'shilib beradigan shu listga bo'yicha jahon aylandik. Yarmarka bo'lsa, qayerda yarmarka bo'ladigan bo'lsa, ba'zida ishlaydim. Komandirovkani 2000 pullik tutaga tiqaydi. Komandirovkani tashqari 2000 mingni ketaydi. Hozir 2000 minglik chaqalarimiz ko'chaga chiqmaydi. Yani yoshgina bola edi. Avtobusga yetmaydi. Bir oyga yeydik. Bir oy yeydik shuni. Shunda ham xolayat bolalarga kiyim olib keladi. Bu institut dargohi juda bir ajoyib institut. Mana shu yerga qancha kishi 160 kishi 160lar endi o'zini jonini asrab va nima qilib juda yaxshi ko'rgan inson shu. Doim undan keyin ham yaxshi nima qiladi, kamerasi ko'payadi. Sağlam buraya. Hemen güvenlerimiz yola çıkartırız. Sağ olun. Мудрый промолвил старик: не чарку вина поднесите и спи. Ты же сейчас предстанешь перед Богом от такой счастья, как ныне. Çoğu karı babayı öyle yaptı. Bana bir kosa şaraf olup geliyor diye. Bak sen ahmak öyle yapsan, Xudo'nun oldiga borasan. Bunaqa baxtdan men Xudo'nun oldiga borsam, bunaqa baxtdan qanday ichmayman degan. Öyle mi yaptın? Bırakın da yok. Zirveli gari. Yani yarataganingiz toping. Mana ayollar uchun. Женщина создана Аллахом для любви. Для ласки нежной, под звездами в ночи. Рожать, растить детей, святой очаг за них. Божественное имя мама с гордостью нас. Это переводы на это. Аллах sizlarni bizlarga bergan. Nima uchun? Bizlarni endi baxtli qilgani uchun-da. Bola tug'ish, katta qilish. Uçak deydi, bu uçaktan ahranat qilishi kerak. Oyi degan ismini Xudoy qilib yurishi kerak-da. Это уже сложный слово. Sonrası. Burada. Şimdi nivelere kırıttırıyor, dünyada yine ben Bitta желание ko'p bo'laylik, kam bo'lmaylik. To oyog'imiz, ko'zimiz, qo'limiz joyida bo'lsa, agar mana shunday uchrashuv bo'lsa, o'rmalab bo'lsa, kelish kerak. Chunki bunaqa kalimat vaqtlarni qaytarib bera olmaydi. Erta xohlayman desangiz, o'sha davraga o'tiraman desangiz, o'tira olmaysiz. Har daqiqa qanday. Shuning uchun to'plashyapmizmi? Hamma narsani tashlash kerak. Ona, usul degan narsa bo'lmas. Собираемся, значит собираемся. 100 yillikka ham mana shunday o'tiraylik. Davramiz kam bo'lmasin. Mana 100 gacha.
Zine sana 95, 96. Huzuruna nasıl oldu? Yaman kandiliniz bir umut koyamadı. Şaraf uçama. Nasıl yapılış gerek? Mazam yok, unusu bunday. Da başı oynaş gerek. Adam numan oynasa fariştana konuşuyor. Maza yok da 5 uçakla. Güçümden gelelim. Paramın 50 dolarını bilmem. İşiniz gerek gittiniz. Gerek. Хорошо, bo'ldi. Qorqo'ylar, amon bo'linglar, mana juda xursandman. Samarqandga kelinglar. Endi taklif bo'lyapti, Komil bilan Marat aytyapti, yurib olmaydi-ku. Toshkentda. Moskva kelib to'g'ri, rahmat. Babayından Ey felek kızım beni buraya alacağım. Nasıl öpeşirim gitti alayım. Yengem yanımda oturttu. Hürmete gelen. Elini verdim. Peki, artık İstanbul'a paralımla, para çilesine gittiğimiz yerlerde İstanbul'da. Anında pedası falan. Bize Kariyer'de başka ne mi var? Oyun var.
qilsamda men degan ajib bo'lmaydi. Hozir yo'q qo'shilib o'zingdan yig'ladimi? Rayhon qarachi barmas pullar sovg'alar fotolar katta rahmat shu o'tirishga tortaveradi hammangiz sog'lom rahmat shu ishga kelinglar iloji boricha imkoniyat boricha hammasi qadrlayotadigan bo'lsa kelish kerak ko'rib turgan qancha umr qolganini bilmayman hammangizga sog'lik salomatlik doim yaxshi kunlarda ko'raveraylik nasib 100 yillarda ham o'tiraylik yoshimiz sizga rahmat chim dim yaxshi o'ynab mana shu o'pmas keyinroq Ya yine bunu öptü de seni öptürmeyi koyarsın. Öpmeyi, öpüşmeyi ne Allah'ım o anda. Bunun dastı kamplarının önünde bu var. Üzerinde bir İshak'ın ya inanettik abi 1100 kilometre, 450 kilometre duruyor. 2 metreden kesiyor. Şu anda yani neyde bir Azat Bey, Nezir Bey bu şey ekler. Birinchidan Abdulla Jo'ramni telefon qildim o'zi keyin men borolmaydigan bo'ldim hammasiga salom aytasan hammalariga salom aytdi Abdulla Saydali o'g'li bilan gaplashdim 2 marta gaplashdim Nozimjonning Shahodatning o'g'li bilan gaplashdim qanaqadir nimani bo'ldi borolmaydigan kelolmaydigan bo'ldik dedi nasib bo'lsa keyingisiga boramiz deb iltimos qildi hammasiga bizlardan salom aytingizlar dedi salomni o'tkazyapman sizlarga omon bo'lingizlar Qashqadaryoga ham o'tingizlar. Qashqadaryoda ham ko'p joylar ko'p. Joylar. Ha, Boltaga ham mendan salom aytinglar deb iltimos qilganlar. Endi kelolmadi, salomlasi yo'q. Salom aytinglar. Omon bo'linglar. Yanagi nasib qilishlar nasib qilaversin. Kelaveraylik. Qachon qayerga o'shigami yo boshqa joygami rahmat. Bunga rahmat. Ikkinchi yo'ligimiz oltin davrimiz Samarqandda bizni ko'zimiz ochilgan. 1-68-yilda kelganimizda hech narsa men juda ham borib qolganman. Bo'yim buncha. Hazırım yaşsa 52 yıl ne o? During 3'te 10 yıldan keyin bo'lgan bola. Shunday ko'rdik, oldinlar bo'ldi, siz ustidingiz, siz tabriklayman. O'g'lim shunday qilgan ekan. Farsay bo'ldik. Saçlarım net veren gözümden. Mağazlar shundan beri ko'ramiz og'ayimiz. O'qtandi xayr qiladi. Boshqa ko'rishni qurdi, lekin bilamiz, просто yaqindan tanish emas. Qarasam ajoyib yigit, bunaqa yigit yo'q. Nima desangiz ko'nadi. Bir ishimiz chiqsa ham shu yerda o'qtamga aytamiz. Bajarib aytadi, shunaqa bo'ldi. Odamgarchilikda yo'q, borib ketadi. Hammaga omonlik. Bolalarning zulmini ko'raylik, hammalariga. Nevaralar zulmini ko'rib, to'ylar qilaylik, bir-birimizni aytaylik, imkoniyat bor, qatnashaylik, xursand bo'laylik. Yashaylik, rahmat. Yine yenge gördüğünüz gibi güzelliğine zam direkti. Direkti söyledi. Yine öttemamma şimdiye kapılma yine güvah sinirme. Ne oluyor yine? Bir şey yanımıza tuttuk geçer. Mevlide oyuna çıkar kalların bağlanın ne vereleri. Ben babası bilen oynar şuna ne dersin? Yok, kızlarınız ne vereleri bu kadar oynayma ne vereleriniz bilene. Toylarını açsanız. Allah'a teşekkürler Hammamizdan biza baxtli salomat hammalamizga bu degan ishimizga eng baxtlisi shu bo'ladi. Yaşan, ahir bu. Bizi aralda bir baxtli insonlar. O'sha bizim shu ishimizda baxtlilarning ham baxtlisi shu. Sababini aytaymi? 70 yoshdan otasi bilan onasi uchun o'ldirilganda. Eng baxtli inson shu kishi. 70 yoshda ham ona men bitta choy iching deb choy bergan odam. Otasi bilan onasi Odam to'xtasiz. Ha? U istoriyani aytib berib bo'lmagan. ya historiyanın yine de öyle atarsın. Men de
rayhonada Yo'q, kelsinlar. Yaxshi gap aytgandi. Mana bizni do'stimizda oilasi keliniga so'z bersin. Yaxshi. Men sizni gaplarini aytdim. Asra mana shu kecha imkon kelgan Alasotni mashinalarini minib yurgan. Samarqandda kelmadi. Qozog'iston yo'ldan kelmadi. Mashinani mindirib qo'ygan. Shuncha farzandlarni o'stirib, hammasiga nima qilayotgan. Mana shunga mana hali qarang. Necha kunlarga ishlab bergan. Kattalarman sizga. Mayli, endi so'z sizga. Keyin siz gapirasiz. Bundan boshlab sizlar azonsiz, agar ular keyin qaysi o'tirishimizga sizni ololmasa, o'xshab bo'lmaydi. Birga yurasiz, birga borasiz. Mana bularni ham bular bor. Baba rastga bo'lsa, Yaxshi. Gaplasa bola boshni so'raydi. Abdulla hamrohni so'radim. Boshimda yotadi, o'sha ko'zim ochiq turadi. Bo'lib o'ldirmasin. Oilalari bilan, Gulnora bilan do'stlashganman yoki so'qirni, suratlari bilan, ana o'rovni oilalari bilan, mana bular endi oilalari bilan. Aljon ayollar bilan hurmat Siz ko'rdingiz. ana nimani o'qitan oilalarga Safar akani uylarida shuncha mehmondorchilik to'ylarga borganman. Juda xursandman. Ular yaxshi kutib oldi. Qancha marakalar bo'lgan, faqat eslab qoladigan narsalar. Birortasi eslab qoladigan, lekin rahmatga shu an'anani davom ettirgan vaqtdan shuncha man bilasizmi? Yuragimni ochilib shu nimalar, haligi nimalarga portretlarni qilib bizga esdalik qoldirgan. Ming rahmat sizga. Ana nevarangizga sinov bergan o'qib berish shu vaqt uchun. Ana sizlar orasida to'ylarga men videolardan ko'raman, xursand bo'laman. Ana Bahriddinning to'ylariga yoki So'qirni to'ylariga men o'tdim. Ali boy, o'g'lim, hammalari borib shunday tabriklab sizlarni xuddi o'sha yerda ko'rganda sizlarga ko'rsataman. Chunki yubileylarni ko'rib. Chunki bu hammasi bu inoqlikda, bu mehr muhabbatda. Rahmat. Biz qancha pullarni ko'rdik. Qancha ko'rmagan pullarni yo'qotdik, to'q degan to'g'rimi? Lekin ana bunisi bizga o'zidan ham qimmat bo'ldi. Men shunday любой joyga nima bo'lsam agar sizlarni nimalardan faxrlanaman. Chunki mana o'ylam xo'jayinim bilan ishlab, chunki hammalar tanishisizlar, ishlar endi kelolmam, hamma vaqt salom aytadilar. So'qirdan yoki bilan gaplashishimni ko'rayman. Siz bilan ham gaplashib. Chunki biz bir oilada o'sgan farzandlarimiz. Rahmat, mana o'qitgan shu kutib olib uylariga mehmondorchilik qilib, qancha nimalarga Jizzaxlarga borib, qanaqa qazo odamlarni chaqirib esimdan chiqmaydi. O'yinlarga tushib. Endi bunga har kimni shijoati kerak. Bunga har kimni qalbi kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Bu hozir o'sha Namanganda yuribdilar, biz u kelsa bo'ladi, lekin bunga har kimni mehr muhabbati kerak. Bizani mehr muhabbatini ortiqmi? Mana shu davralarga keldik. Men agar tirik bo'lsam, qachon shu davra ilojim bo'lsa kelaman. Rahmat sizlarga, ana shu tashkilotchilarga, shu oilamni davom ettirib, sizga rahmatlar borib, o'qtam. Hammalaringizga rahmat, ana kelib qo'shaga rahmat. Yuzga kirsinlar. Chunki shunday sharoitda bizani kutib olib, mana nimada uylardan olib keldilar. Men juda minnatdorman. Yuzga kiringlar. Doimo faqat sizlarga sog'lik, salomatlik bo'lsin, oilalaringiz tinch bo'lsin. Kimda qanday problemalar bo'lsa, bu yerga Alloh rishad bo'lib, hech kimni Alloh qaniyda asrasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, prezidentimiz sog' salomat bo'lsin. Siyosiy gap bo'ldi. Endi politikam Nadiya. qaysi tilga gapirsam Xulosa oling.
o'zim dadamdan ko'chaga turmushga chiqqanman, endi majbur bo'lganman shu tojik tilini o'rganishga, o'zbek tilini o'zim samarasidan faqat nima qilganimda qaysi masalan telefon qilganlarda aytaman, mana sizga telefon qilganda qaysi tilda gaplar esimda yo'q deyman. Uch tilni bilgandan keyin o'zimda esimda ham yo'q. Qaysi zamonda qaysi tilda gapirganlarni bilmayman-da, o'sha esimda bo'lmaydi. Shuning uchun men endi demoqchiman, mana shunaqa tanqid bo'lib ketdi, shu boshqa turmush qurganmiz, shu bizimizni hayotimizda ko'p narsa bo'lib ketgan. Qanday desam, kamishida dekabristda bo'lgan vaqtida dekabristda jiladim. Yaxshi o'ylagan tushganman, xudoga qayerdan judayam juda hurmat izzat qilib joyida qimmatli joyga qo'yib shu oxirgi maligiga kelib malikidan joylarda berishga bo'lganmiz. Shu farzandimiz bor, o'g'illarimiz. Endi shunaqa hayotda endi mana tashkil qilganlarimizda встреча qilganlarga men hayron bo'lganman. Endi manimkilar qayerdadir qayerda qolganlar, bolalari bor, tanishlari bor. Lekin mana shunaqa sizlar shunaqa qilish qilib, shunaqa uchrashuvlarga birinchi marta shunaqa ko'rganman. Ular bolalar uchrashadilar, operatsion institutlar yo'q. Sambo'dan markaziy matematika fakultetiga ular ham shunaqa o'tiradilar. Ular faqat aytadilar, "Qanaqa интересно. Bu yoqqa mana shu uchun odamlarni bilaman-da, 18-yildan tashkildan, karantinda deganlarda, Maradada deganlar, To'ylarda, Azamatlarda, Sharifada, Manzurliklar, Tojikistondan deganlar, o'tgan 5 to'ylar deganlar. Sizlar o'qigansiz, lekin men sizni eslamadim. Siz aytdingiz, men eslamadim. Siz ham qilgansiz. Men kamman chiqaman. Siz bilan chiqaman. Siz yana sizga gap yo'q. Sizni eshitib kelgansiz. Siz o'zingizdan bilgan. O'g'illarimiz uzoq bo'lsin. Shu qariblar, bizga sabab bo'lsa, shu qo'llarni orqasidan с вами познакомилась. Я вам очень признательна, что вы всегда нас не забываете. У нас всегда бываете в гостях. Я всегда всем рада. Как бы там ни было, я всегда для всех всегда найду угол и уложить, и накормить, и все. Все, что вы довольны и ушли. Вот нас, да. Вот, приезжайте, не обязательно во время встреч один раз в год. Можете в любое время года, когда приезжаете в Самарканд, бывать у нас дома. Вот, приезжайте, мы вам всегда будем рады. Вот так вот. Жизнь так складывается, что все быстротечно и неповторимо. Вот. И надо беречь и ценить каждую минуту этой жизни. Столько людей прошли мимо нас, и никто ничего с собой не унес, только остается память. Великая память должна оставаться после каждого человека с хорошими делами, хорошими жизненными позициями, и всем, что мы создаем, после нас оставим. Спасибо.